Assalomu alaykum hammaga. Hozir sizlarga Canva'dan qanaqa qilib bepulga foydalanish darsini ko'rsatib beraman. Xo'p, birinchi Google'ga kiramiz. Hop. Bilan chiqib ketamiz. Google mana shu canva.com deb yozsangizlar Google'ga kiradi. Xo'p, Google'ga kirgandan keyin nima qilamiz? Canva'ga kirgandan keyin nima qilamiz? E'tibor beringlar, agar sizlarda dastur bo'lmasa, например, dasturlar bo'lmasa, bir boshdan kirib ko'rsak, canva.com deb. Mana canva.com deb qidirasizlar, chiqadi. Birinchisidagi ustiga bitta bosasizlar. Sizlarda dasturlar bo'lsa, mana shunaqa toj ko'ryapsizlar. Kulrang bo'lib turadi. Endi bu degani sizlarda dastur istaganlar sotib olgan yoki yo'lini bilganlar vzlom qilib tekinga ishlatgan. Hozirga o'shani tekinga ishlatishni ko'rsataman. Xo'p, agar sotib olinmagan bo'lsa qanaqa bo'ladi? Qaranglar. Sotib olinmagan bo'lsa mana bunaqa sariq turadi. Ya'ni bu degani sotib olishinglar kerak. Canva'ni premium versiyasini ishlata olmaysizlar degani. Xo'p, buni sizlar nima qilasizlar? Hozir bu yerdan chiqaman. Buni noldan ko'rsatib beraman hammasini. Eng birinchi sizlar kirgan vaqtda mana shunaqa oq oyna ochiladi. Oq oyna ochilgandan keyin sizlar account qo'shishingiz kerak bo'ladi, profil. Xo'p, manage account. Hozir mana buni qo'shishni o'rgataman. Birinchi chiqarib turaman, sizlarga qo'shib ko'rsataman. Xo'p. Tepada mana shuni bitta bosasizlar. Keyin bu yerda boshqa account qo'shish. Shuni bitta bosasizlar. Continue in other way. Continue with email. Keyin mana shu Andrey Floy. Shu emailni eslab qolinglar. Shu email bo'yicha kirasizlar. Endi shu emailni terasizlar. Buni paroli qanaqa bo'ladi? Buni parolini Telegram kanaliga qo'yaman. Telegram kanalining linkini ushbu videoning описаниесiga yozib qo'yaman yoki kommentiga yozib qo'ygan bo'laman. Kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Telegram kanalga ham, YouTube kanalga ham obuna bo'lib, like bosib, kommentariya yozib qo'ysanglar, juda ham xursand bo'lardim. Bu video boshqalarga yetib borishi uchun. Men parolni kiritdim. Aytganimdek parolni sizlarga ko'rsatmadim, chunki Telegram kanalda aytaman. Xo'p, mana kirdi bu. Hozir buni ishlata olamizmi, qaranglar. Endi sariq turibdi. Ishlata olmaymiz. Qayerdan bilamiz ishlatib bo'ladimi, yo'qmi? Shuni mana любой shablonga bitta bosasizlar. Shablonga bosgan vaqtingizda, masalan, mana bu platniy deb turadi, tojlar. Bu yerda turli xil komandalar bor. Masalan, bu komanda 8-mart kuni yaratilgan, bu 26-aprel. Ya'ni 2 kun avval yaratilgan. Buni ishlatsa bo'ladi. Shuni bosib ko'rasizlar. Yo'q, ishlatib bo'lmas ekan. 26-aprel 2 kun avval yaratilgan ekan. Ishlatib bo'lmas ekan. Chunki 100 ta uchastnik davno to'lib bo'lgan. Ponis hamma komanda bor. Bittalar bosib ko'rib chiqsanglar ham bo'ladi. Bu men hozir masalan mana bunga bosaman. Hiding JSS class. Eslab qolinglar. Bosamiz, qarang. Bu mana bunga o'sha dastur sotib olingan. Mana shunga ulab ishlatsanglar bo'ladi, mana. Bemalol hamma narsa bor. Shablonga kiramiz. Любой shablonni bemalol ishlatsa bo'ladi. Mana hammasini ishlatsanglar bo'ladi. Masalan, bu jewelry bosasizlar, изменить shablon qilib bo'ldi. Mana bu uzukni rasmini olib tashlab, o'zingizlar sotadigan uzukni rasmini qo'ysanglar ham bo'ladi yoki o'zingizlar reklama qilmoqchi bo'lgan uzukni, mahsulotni, любой narsani qilsanglar bo'ladi. Dizaynlar. Bu yerda mana turli xil dizaynlar bor. Qidirasizlar. Iloji boricha ingliz tilida yoki rus tilida qidiringlar. O'zbek tilida chiqmaydi. Masalan, uzuk deb qidirib ko'rsak, o'zbek tilida hech narsa chiqmaydi. Lekin ingliz tilida rings desanglar ko'p narsa chiqazib beradi. Mana har xilcha uzuklarni chiqazib beradi. Xo'p, keyin Canva'da razmerni almashtirish bor. Ularni keyingi videoda ponis ko'rsatib beraman. Hozirgi video bo'yicha mana shu ma'lumotlar yetadi. Endi sizlarga besplatniy dastur olishni o'rgatdim. Shuni bu yoqqa chiqib, bemalol ishlataversanglar bo'ladi, o'zingizlar istagan narsani. Mana
Buni X qilib yuborasizlar. Sizlarda бесплатный достуp bor. Video yoqqan bo'lsa, aytganimdek like, komment, keyin obuna bo'lishni unutmanglar. Aytgancha bir bor eslatib qo'yaman. Agar hozir mana bu elektron pochtani login paroli kerak bo'lsa, Telegram kanaldan topasizlar. Telegram kanalga ham obuna bo'lib qo'yinglar, video yoqqan bo'lsa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.